Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün i'rab dərsimizin 23-cü dərsini oxuyumuz. Bizning bugün oxuyduğumuz 30-cu hədis. Onda olsa biz dərsimizni başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tha'labatul Khushani Jurthum ibn Nashib radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi ve sellem قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني. ترجمة قلمز عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشف رضي الله عنه دين رواية قلنده ورسول الله صلى الله عليه وسلم دين رواية قلنده dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten Allah Teala periz kıldı perizlerini. Yani bir qancha perizlerini qanday qildi? Periz qildi. Fala tudayyuha. Uni zaya qilib etmanglar. Ve haddada hududan fala ta'taduha. Ve bir qancha hududlarni, chek-chegaralarni bekitdi. Uni qanday qilmanglar? O'tib ketmanglar. Ve harrama ashya ve bir qancha narsalarni harom qildi. Uningga yaqinlashmanglar. Ve sakata an ashya rahmatan lakum. Ve bir qancha narsalardan sukut qildi, sizlarga rahmat bo'lsin uchun g'ayra nisyan unutib qolmasdan fala tabhasu anha. O to'g'risida qanday qilmanglar? İzlemanglar, surishtirmanglar. Demak, bu hadisning mazmuni Allah Taala ba'zi narsalarni farz qilgan, ba'zi narsalarni halol qilgan, ba'zi narsalarni harom qilgan. Ammo bir turlik narsalar va Allah sukut qilgan. Bu to'g'risida qochilmanglar. Chunki bu to'g'risida Allah sukut qilgan narsani bo'ldi, halol, mubah bo'ldi. Buni Allah Taala bizga rahmat qilish uchun qanday qilgan? Uning hukmini bayon qilmagan. Endi buningdagi biz tarkib qo'yadigan jumla qurilmasi innalloha taala farada faraida fala tudayyuha. Endi innallohadagi inna harf mushabbihatun bil fi'li, ya'ni harf tawkid. Bu ismlik jumlaning boshiga kirib ismisini qanday qiladi? Zavar qiladi. Xabarini pesh qiladi. Unda bo'lsa inning ismisi qaysi? Alloh degan lafzul jalal ismisi. Shuning uchun nima qildi? Zavar qildi. Farada fi'l madi zavarga mabni. Shundaqla inning nimasi bo'ldi bu? Xabar oldi. Faraiza bu farada degan fi'lning nimasi bo'ldi? Maf'ulun bih bo'ldi. Shuning uchun nima qildi? Zavar o'qildi. Fala tudayyuha. Fala tudayyuha bu yerda taqdir qilingan bir shartning javobi bu asli. Shuning uchun falan deb faqana qilib kelgan, agishib kelgan. Buni nima deb taqdir qilsak bo'ladi? Masalan, in amantum billahi fala tudayyuha. Agar Allohga ishonsanglar, o'sha farzlarni qanday qilmanglar? Zoya qilib etmanglar deb. Demak, bu yerga fala tudayyuha bir javobi shart, shuning uchun faqana qilib kelgan, agishib kelgan. Buning odat shart, fi'l shartlar taqdir qildimiz. Shundaqla la nahiyaning lasi, nahiyaning lasi fi'l mudori'ni qanday qiladi? Sukun qiladi. Masalan, la ta'kul, la taghdab deganga o'xshagan. La tudayyu bu ko'plik shaklda bo'lg'achqa tudayyuna asli shunaqo. Nunni tashlash sukunlikning nimasi bo'ldi? Alomati bo'ldi. Shuning uchun nun tushib ketdi. Fala tudayyu. Ba'diku vo tudayyu degan fe'lning nimasi? Fa'ili. Bu mabni damir. Ha tudayyu degan fe'lning maf'ulun bihsi zivarlik o'rinda mabni damir. Ondan başqa sizlarga vazifa berilgan o'rin وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Bunu sizlar ishlaysizlar, bu sizlarga topshiriq. Endi bizning bugun o'qiydigan ikkinchi hadisimiz 31-hadis. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه din rivoyat qilindi dedi. Keldi bir odam payg'ambar alayhissalomning qishig'iga. An dedi: "Ey Rasululloh, dullani meni boshlab qo'ysizlar ala amalin bir ishqa. Agar qilsam men u ishni ahabbani Allah, yaxshi ko'rdi meni Alloh taolo va ahabbani an-nas va kishilar meni qanday qildi? Yaxshi ko'rdi. Meni bir ishqa boshlab qo'ysizlar, agar men o'shni qilsam Allohni yaxshi ko'radigan, kishilarni yaxshi ko'radigan bir ishqa qanday qilsizlar, boshlab qo'ysizlar dedi Rasululloh. Nihoyatda muhim gap. İzhad fid dunya yuhibbukallah. Dunyoda zohid bo'l. Zohid bo'lish qanday gap? To'qvasiq bo'l.
toqvasıq bol, Allah seni yaxşı görüdü. Vazhad fima indan nas. Kishilarning qashidagi narsaga toqvasıq bol. Ya'ni nima ki soma kishilar turib binas soma yuhibbukan nas. Kishilarni qanday qiladi? Yaxshi ko'radi. Hadisning mazmuni uchoq. Unda bo'lsa biz bu hadisni tarkib qo'ygan o'rnimiz asosli hammasiga tarkib qo'yamiz. Izhad fid dunya yuhibbukalloh vazhad fima indan nas yuhibbukan nas. İzhad fi'li emri mebni, sukunga mebni fi'li emri. Bunun faili tegidi yushurun. Nimda taqdir qilamiz? Anta. Zahir bol sen. Fid dunyadagi fi harfi jar, dunya majrur, ziliqning alomati nima? Taqdir qilinadi. Yuhibbukadagi yuhibbu fi'li mudari. Fi'li mudari. Bu sukunluq o'rinda bu yerda. Nimishqa? Ya bu bunun beshiga lam kirmidi yoki lamma kirmidi. Nimishqa sukunluq o'rinda? Chunki bu izhad degan bir talabning nimasi? Javobi. Kaf zivarlik o'rinda. Nimishqa zivarlik o'rinda? Chunki bu yuhibbu degan fi'l mudari'ninki maf'uli. Maf'ulun bisi. Allah yuhibbu degan fi'lning nimasi? Fa'ili. Fi ma'dagi fi harfi jar, ma ismi mavsul zirlikning o'rinda. Fi kirganlik uchun. Inda zarf makan shundaqla mudaf, an-nasi mudafun ilay, zirlikning alomati ashkara deymiz. Demak, hadisninki tarkibi mushu. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور